Biroz turib turinglar. Tilmiha buni tutib tur. Bu teshikni ochmasak bo'lmaydi. Buni tuta, sirtqa chiqadigan yo'l bor. Ola. Uni tepib olishi mumkin. Amsa, nimishki bu teshikni itib etmaylar? Shu bit qo'yayli. Ular bizni mush yerdan qochibdi deb o'ylab qolsin. Shahar qo'rg'onining yanida yana bir teshik bor. Biz u yerga boramiz. Tez bo'linglar. Sizlar bu yerda turinglar. Sizlar av tarafni izlanglar. Voy. Nimani ko'ryapman men, ha? Esimda qolishcha, sizlar Qoshqon olijanoblarning ayollari deyman, ha? Shundaqmi? Bu yerda nima ish qilyapsizlar? Bu yerda bo'lganlik jinoyatmi? Yo'q. Jinoyat emas. Ammo yo'ldishinglarning bu yerda borligining bir ishorati bo'la oladi. Ularni men chaqirdim. Birga bo'lib bir-birimizga tasalli beraylik deb yig'ildik. Sizlarning bu yerda bo'lishinglarning dalili faqat o'zinglar aytqininglardek bo'lsa. Men bilan kelinglar. Hamma yana turinglar. Topaladinglarmi? Yo'q, oliylar, bu yerda emas taqildi. Ishni ochammidim. Bu eshikdan qayerga bog'il bo'ladi? Bu yerda hech narsa yo'q. Bu bir kitobxona olijanob. Eshikni och. Dedim-ku. Hech narsa yo'q. Bu kitobxona olijanob. Gördünmü? Ben dedim ki, o bir kitapxana, fakat bir kitapxana. Öteli. Bu kitap koyguçunu chetga atыңlar. Meşalip gel.
Men bilan kelinglar. To'xtanglar. Bu yapqani elib yetishimiz kerak. Bu yerdan qochibdi. Yo'q. Bir qanchanglar bu yerda qilinglar. Qolganlar men bilan kelinglar. Bizning changilimizdan qochib ketishiga hargiz yo'l qo'ymasligimiz kerak. Tez bo'linglar, tezroq bo'linglar. Oldida bir yo'riqlik bor ekan.
ustiga chiq. Shundaq ular teqit shaharda. Changilimdan qochib qutulamaydi. Mening kaynimdan kelinglar. Bo'ldi, ketgin Galos. Ket. Galos, Allohga omonat. Ali janoblar, Allohning iltifotini ko'rdinglarmi? Endi qaysi tarafga menish kerak? Hozircha o'rmonliq tarafga. Ular orqamizdan kelib bo'g'icha, bu yerdan qochib ketaylik. Mayli. Arg'amchini elib ol. Agar tepib olsa, bizning izimizga tushidi. Tez mayli, tez. Tez bo'linglar. Allohga shukri. Allohga shukri. Allohga shukri. Xo'sh xabar eling xonim. Ular qo'rg'ondimi o'tib bo'pti. Allohga shukri. Fidyas turmidikilarni qochiribdi. Matiyosni zaxmlantiribdi deydi Ali janob. Fidyas hozir nerede? O o'ltirilibdi. Jinoyatchilar fursatdan foydalanib qochib ketibdi Ali janob. Zidi pes. Rezille. Hesap birisiler tıkı. Canabı Julius. Nime xabar ba? Cevabını kütüvatime. Men ularni Maksimilianning uyiga qo'g'lab bordim. Neticesi? Ammo ozroq kechikib qoptimiz. Ular Maksimilianning uyidagi maxfiy yo'ldan foydalanib qochib ketibdi. Keçip ketipti. Ular kechida shahardan qochib chiqib ketamaydi. Julius. Sahargacha imperator uyg'onishdan burun ular cho'qim bu yerda bo'lishi kerak. Bu yerda. Anladingmi? Xo'p, Ali janob. Agar ular tepilmizchi yoki shahardan chiqib ketgan bo'lsa, voy, imperatorga nima deb javob beraman? Bu mahalladagi barliq o'ylarni aqtirdik Ali janob. Ularning asarimi yo'q. Ali janob, hamma o'ylarni izdiq, hech kim yo'q. Bugun akşam ularning har birining uylarini, urug' tuqqanlarining uylarini birma-bir aqtirishimiz kerak. Hozir Yavanisning uyiga boraylik, tez.
Ey qudratli oliy maqom Jupiter. Agar bu qochqinlar tepilsa, men sening ibodatxonaning oldida bir it qurbonlik qilaman. Biz avval bu atrofdan yiroqlab ketmasak bo'lmaydi. Qaysi tarafga va qayerga boradiganligimizni andin qaror qilaylik. Mushu o'rmonning o'zida mukvog'idek joy ko'p. Yo'q, ular bu o'rmonlikning hamma yerini aqtirdi. To'xtanglar. Haras. Sizlar Raqim nomli bir yezni bilamsizlar? Bir Yahudi jasus, u yana ismini bizga aytgan. Uning ismi Azoil edi. U sizning g'orda duo qilayotganligini ko'rganligini aytgan edi. Bu Yahudining vaqaliga zodi qandoq gap? Ha? Bir Yahudi jasus o'zining sho'r pishonligidan bizning to'rimizga tushib qoldi. Qarsak u ko'p ishlarni bildi ekan. Ondan biz uni bundan keyin hech nima bilmaydigan qilyaptik. Ondaqda pilotunning jasadini o'g'irlash, ibodatxona haykalini cheqishmo sizlarning ishinglar bo'lmasa yana. Biz cho'qim bir ish qilishimiz kerak edi. Mundaq danglar. Anda bo'lsa mangayli. Mangaylamsa. Yuringlar. To'xtanglar. Sizlar o tarafga. Sizlar bu tarafga. Boshqalar men bilan kelinglar, tez. Maksimilian janoblari bu padishini qandoq taniydigandi? Uning bilan tanishqali uzun bo'lmadi, ammo uni xuddi uzoq yillardan buyon taniydigandek his qilaman. Bu padişçinin uyini panohlanish uchun munosib o'rin deb o'ylamdilar. Albatta. Hayron qolarlik ish. İşlar adeti yatlar qavaydi, ammo bu ish undaq emasga. Balki meni bir qatim egisi bilan ko'rganligi sababidan bo'lsa kerak. Kimdi bu tang saharda eshikni urgan? Antonisning ovozi. Mana keldim. Ali janob Maksimilian. Sizlar bu yerda nima ish qilinglar? Bana deysizlar. Pak qalb Antonisga salom. Chaqirilmagan mehmon xohlamamsan? Sizlarga o'xshash kattalarga loyiq emas. Bu g'aribani kulbamni yaratsanglar, uyimga marhamat qilinglar. Bak xo'shal bo'ldim. Qani marhamat qilinglar. Tez bo'linglar. Xo'sh keldinglar. Qani marhamat. Marhamat. Yo'lchilar. Sizlar hammanglar Maksimilian janoblarining dinidimi? Ansirab qoldin. Maksimilian qaysi dinda? Voy xudoyim. Voy men nimadan dedim. Mening maqsadim Antonis, qo'rqma. Bularning hammasi mening do'stlarim. Men tanishtirib qo'yay. Janobi Tilmixa, Martinus, Yavanis, Sodianos va Dinasus. Janobi Maksimilianning sirini boshqa yotlar oldida oshkorlab qo'ydim. Bu nima deb birli qo'rqib ketdim. Har holda xo'sh kelibsizlar. G'aribani uyim apandilarga loyiq emas. Ali janoblar, kechirishinglar.
Biz o'zimizning mehribon va pak Antonusning mehmonlari bo'lganligimizdan faxrlanamiz. Kaşki dadam hayat bo'lgan bo'lsa, bu islizadlarni o'z dinida ko'rgan bo'lsa-chi. Daqiyanusmu Hristiyan bo'lgan bo'lmasin yana. Yaxshisi seni shakdan xoli qilayli. Biz mehmondorchilik uchun kelmadik. Amaliyotda biz Qashqonlar. Yana kelib Diokletanus va uning askarlarining qo'lidan qochgan. Qashqon. Nima jinoyat bilan? İmperator va Rim tanrılariga ahonat qilish jinoyati bilan. Tünügün biz imperatorning oldida e'tiqodimizni oshkorlab, uning iftixori uchun o'rlashtirilgan tabriklash marosimini qalaymaqon qilib etdik. Yo'q, buningga odamning ishingiz kelmaydi. Sizlar imperatorga qarshi chiqdinglarmi? Qanday qochdinglar? Men bilamadim. Shuncha ko'p askarlar orasidan qochqili bo'lamdi. Bu bir uzun jarayon. Men oliy janoblarga aytdim. Sen balkim bizga yordam qila olishing mumkin. Menmi? Shundaq. Men janobi Maksimilian va oliy janoblarga yordam berayotganimdan albatta faxrliman. Hammamiz Daqiyanusning mushovirlari imperatorning dushmanlariga panohlik berish, yordam berishning jazosining qanday ekanligini bilsan-ku deyman. Qanday bo'lsa-bo'lsin, mening qo'rqishim yo'q. Sizlardek botir yigitlarga panohlik berish mening qo'limdan keladigan eng kichik ishdir. Ammo men bu yerda turish Antonus uchun xatarlik deb o'ylayman. Filadelfiya bu yerdan ancha yiroq emas. Men jazm qilaman. Askarlar ata bu yerga yetib keladi. Agar sizlar piyoda bir oy yo'l yursanglarmi, Rim imperiyasining territoriyasidan chiqib ketolmaysizlar. Men g'arg'i berib janobi Maksimilian bilan ko'rishgan. Bu bir qancha kunda uningdan shunchalik ko'p narsalarni o'rgandim. Uning axloqiy fazilatiga maftun bo'ldim. Va uning do'stlari uchun har qanday xatarga tavakkul qilishga hozirman. Sizlar qanchalik vaqt turishni xohlasanglar, bu yerda turib qolsanglar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Men yolg'iz. Antonis, sen nemishqa yolg'iz yashaysan? Ayoling va farzandlaring qani? Urug' tuqqanlaring-chi? Yo'q. Men o'ylanmagan. Menmi to'y qilish qarori kelgan edim. Ammo qaysi uyga borsam, biz sana qizlarimizni emas, qo'ylarimizni topshiramiz. Qizlarimiz qo'y emas dedi. Ular meni qizlarini o'tlitish uchun qo'ylar bilan qo'shib, yayloqlarga ep boradi deb o'ylab qopti. Menga ishonmadi. Sizlar ulardan va ularning Allohini qo'yib ibodat qilayotgan butlardan ayrilib chiqqan vaqtinglarda g'orga panohlaninglar. Shunda qilsanglar Parvardigoringlar sizlarga o'z rahmatini kengriga yeyib berdi va o'z ishinglardan sizlar uchun bir osonlik chorasini tayyorlab berdi. Mesele nima? Maksimilian nima bo'pti?
Janobi Maksimilianni buncha xiyolga cho'ktirgan zodi nimadi? G'arga panohlaninglar. Shunda qilsanglar Parvardigoringlar sizlarga o'z rahmatini kengriga yeyib berdi va o'z ishinglardan sizlar uchun bir osonlik chorasini tayyorlab berdi. G'ar? Qanday bo'lib g'ar xiyollarga kelib qoldi? Bilmayman. Faqat mening biladiganim ichimda bir narsa menga g'arga panohlaninglar da'vatidir. G'arga. Oliyjanob Maksimilian, sizlar deyotgan u g'ar qayerda? Men hamisha boradigan hiliqi joy. Angelus teg'i. Hiliqi qo'shni tog'. U yer bexatarmi? Mengishimiz kerak. Balkim buni ishlarimiz uning qo'lida bo'lgan zot mening tilimga joriy qildirgan bo'lishi mumkin. Kanat xalqi uyg'onib bo'ldi. Sizlarni ko'rib qoladi. Bugun oqshomgacha mushada qag'ininglar tuzuk. Kechgacha bu yerda turib qolsak bo'lmaydi. Askarlar bu yerni tep keladi. Kimdi? Kimdi ha? Asta, ansirmanglar. Kentkilarning birasi bo'lishi mumkin. Mening kechikib qolganligimni bilmoqchiya qachon. Sizlar biroz sut ichib turinglar. Men hozirla qaytib kiraman. Mana keldim. Antonis, qayerdasan? Uxlab qoldingmi? Nima bo'ldi? Nim bo'ldi? Kentkilar qo'ypadilarni uylardan chiqarib bo'ldi. Ular seni saqlayotdi. Bugun yaylaqqa bormamda. Nimishqa bormoqdekmi? Boraman. Sizlar meni veringlar. Menmi boraman. Amasa tezroq bo'lgin. Sizlar meni veringlar. Boshqalarni bundan bek saqlatib atmanglar. Menmi hozirlik kelaman. Meni veringlar. Kimken? Yezdikilarning biri ekan. Yo'lga selivatdim. Ketdi. Hozircha xilvatda qiladi. Tang to'liq so'zlab bo'lguncha chiqib ketalaysizlar. Agar ruxsat qilsanglar, men sizlar bilan birga boray. Hey. Sen nimishqi bizga amra o'lasan? O'zingni xatarga tashlamoqchimisan? Men sizlarga o'xshash butlarni chiqish saodatiga erishamadim. Hech bo'lmaganda but chaqishlarga amroh bo'lay. Ya'ni kelib sizlar bir xizmatchiga ehtiyojliq. Sen bizning do'stimiz ham birodarimizsan. Ammo bekadinni bizga hamroh bo'lma. Chunki sen biror jinoyat sodir qilmagan tursan. Men sizlarni aran topdim. Bundaq oson qo'yib o'tamayman. Biz seni o'zimiz bilan birga ib ketamaymiz. Yolvursangmi foydasi yo'q. Bizga amro bo'lsang xushal bo'lamiz. Agar tutuvaz tosh kesak qilinsa, nimishqi behud tosh kesak bo'lishni xohlaysa? Do'stlar, birdan chiqaylik. Avval men mangman. Sizlarning yo'lni yo'qitib qo'ymasliginglar uchun men tog'ning ustida ko'zitib turman. Allohga omonat oliyjanob. Antonis, Allohga omonat ol. Allohga omonat podachi Antonis. Allohga omonat. Allohga omonat. Allohga omonat. Omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.
To'xtanglar! Bir qanchanglar berib yarasizga yo'llanib turinglar. Qolganlar atraf qarsin. Tez bo'linglar. Xo'p. Bu yerda hech kim yo'q-ku. Bu yerda hech kim yo'q-ku. Bu yer biroq xabarim yo'q ekan, chiqib ketaydi. Bu yerda hech kim yo'q-kan. Santos, sen bir qism askarlar bilan ov tarafga mang. Xo'p. Sizlar bu tarafga manglar. Xo'p. Sizlar mening keynimda manglar. Xo'p. Tez bo'linglar. Ha? Bu qandaq ish? Taq chiqib ketayotganlar kimlardir? Ular qayerga bordigandi? Natonish odamlar ekan. Ha! Ha! Ko'rdingmi Katmir? Ular meni o'zlari bilan birga ilib ketmadi. Ular meni jonimdan asrab qopti. Ya'ni meni jonimning shuncha arzishi bormi? Yo'q. Yo'q. Men unda o'ylamayman. Bu ulug' odamlar bilan birga bo'lish uchun layoqat bo'lish kerak. Menda yo'q. Ular jonlarini o'z Parvardigorining yo'lida pido qildi. Ularning yo'li Allohning yo'lidir. Ammo men bu hayotlikqa choplashib, jonimni faqat mushu arzimas hayot turmush uchun sarf qilaymi? Katmir. Ular to'qilma tangrilar va butlarga orqasini qilib faqat Allohga yuzlanadi. Lekin men o'z jonimni tanlab dunyoga yuzlandim. Navoda men bakrak yolurgan bo'lsam, ular meni qabul qilib qoladi. Men shunday o'ylayman. Katmir, sen undaq o'ylamaysan. Sen hiç ularning orqasidan borsam yaxshiroq bo'lmasmi? To'g'ri. Sen bo'lsang bir hayvon. Aqling yo'q. To'g'ri. Kallangni irodasizla midirtlayversan. Haqlisan. Ammo mening aqlim bor tursa, ularning yo'lini Allohning yo'li ekanligini biladigan tursam, amisa nimishqa bu yerda o'ltirdim? Berishim kerak. Sen qol, Katmir. Sen qo'ylarning egiliri kelib bu qo'ylarni topshirib og'icha ular qaramasang olmaydi. Nimachi gap qilmaydigan hayvon sen? Qaytib ket Katmir. Sen qo'ylar qarmasang olmaydi. Katmir, sen yana orqamdan keldingmi? Qaytib ket. Sen qo'ylar qarmasang olmaydi. Qaytib ket Katmir.
Nimancha gap uqmaydigan hayvon sen? Qaytib ket. Qaytib ket Katmir. Sen qo'ylar qarmisan olmaydi. Qaytib ket. Padılar sana muhtaç. Qaytib ket. Ket Katmir. Ket. Ket deyme. Bu yerga kelib o'ltiringlar. Birdan o'ltirib olaylik. Bu yerni qandoq topdilar? Demoqchimanki, ibodat va tanholik uchun bu yerdan osonroq joy yo'qmikan? Bu ya Janobi Maksimilian biz bilmaydigan ishlarni bildigandek qildi. Menmo bilmayman. Men faqat bu yerga kelishimizda bir hikmatning borligini bilaman. Men bu g'ardan boshqa yerga chiqadigan biror yo'lning yo'qligini va askarlar yetib kelsa qochadigan biror joyning yo'qligini bilib tursammi, qalbim mushiyani aram topdi. O'zimning xohishi emas. O'zlari Alloh bilan xilvat bo'lish uchun eng qiyin yo'lni tanlablar Maksimilian. Allohga yetadigan yo'l uncha oson va dog'dan bo'lmaydi-da. Ammo janobi Maksimilian bu yo'lni o'z irodalari bilan tanlamagandek turdilar. Boshqa bir iroda bizni bu yerga olib kelgandek qiladi. Ey Alloh, sen insonlar bilan qandoq suhbatlashsan? Arzimas inson qandoqmi sening so'zlish obyekting bo'la olasan? Biz bu yo'lni o'z irodamiz bilan mangmayotgandek his qilyapmiz. Ha. Dal shundoq. Yuringlar do'stlar, g'arga kiraylik. Antonius, sen bu yerda nima ish qilsan? Sening nima ishing bor? Men rostni aytsam, sizlar menga ruxsat qilmagan chaqda Allohning qishig'i berib, uningdan ruxsat oldim. Faqat uningga segindim. Allah o'zi sana bu yerga kelsang bo'ladi deydimi? Shundoq. Dal o'zi dedi. O aytdiki, yaxshilarning yo'lida menginglar. Ammo men yaxshilarning yo'lida mangay desam, ularning meni o'zlari bilan birga elib ketmaydiganligini bilib, chorasiz chig'ir yo'llar bilan keldim. Shuni sen bizdimi tezroq nishonga yetib kelsan-da? Mening maqsadim yaxshilarning oldiga o'tib ketish emas edi. Men majbur bo'lib qoldim. Shunday qilib, o'zingning qiladiganini qilsan, bo'ladi. O'zingga bosh og'rig'i tepishni o'ylagan bo'lsang, to'simaymiz. Biz bilan birga bo'lsang bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Katmir. Bu Katmir ekan. Katmir. Nima ishga kelding? Qaytib ket. Nima ishga kelding? Padlarning qishig'i ketdimidi bu seni? Ket. Ket davatimi? Meningcha bu et bizning o'rnimizni pash qilib qo'ydi. Padlarning qishig'i qoldimidimi? Nima ishga ketmaysan? Katmir, sana davatiman. Hay, urma Antonius. Kelgini qo'y. Balkim o bugun boshqa biridan buyruq ilayotgan bo'lishi mumkin. Omo biz izlayotgan zotni izlayotgan bo'lsa kerak. Yuringlar do'stlar, g'arga kiraylik. Kel Katmir. Kel. Kel bu yoqqa kel.
nima degan chiroyli. Janobi Maksimilianning tanlashi yomon emasga. Kağıtaşa azad ekan. O yerda chiqib ketadigan bir eg'iz bor ekan. Yo'q. O bir etilib qolgan to'shik. Undaqda bu g'ardan boshqa yerga bog'liq bo'ladigan bir yo'l yo'qmi? Yo'q. Boshqa ishmi qolmadi? Bu yer ularning yig'ilib suiqasd qilaydigan makon ekan. Qaraganda ular bu joyda qurollanib o'zlarining nomussiz amallari uchun yo'l oladi ekan. Ular bu o'qya bilan shikar qilgan bo'g'imdi. Hech ishonib kelmaydi. Shundoq, shikar qiladi. Ammo ularning shikarlari hayvonlar emas, Rimning askarlari edi. Mana bular bilan yuzlarini yo'g'apti-ku. Mandoq. Barliq yezlarni, atrofdagi rayonlarning hammasini aqtiringlar. Aqtirilmagan hech qanday joy qolmasin. Helen yalgan aytvatsa, sening ularning möküvagan joyini bilmasliking mumkin emas. Ko'rib turibla, bilmayman. Ular sening uyingning maxfiy lahmisidan qochib ketibdi. Shundaq turib, ular qayerga bordiganligini sana aytmay qolarmi? Sizning askarlari uni oqsiga tushgan turug'liq nimish qo'ldan tutamidi? Sen Qashqullar bilan til biriktirding va ularning jinoyatiga sherik bo'lding, deb qo'yay. Askarlarimning qobiliyatsizligi sening jinoyatingni yengiltanmaydi, Helen. Men faqat Maksimilianning ayoli. Uning ish amallari uning o'ziga aloqador. Shuni bilib qolingki, buningdan keyin Maksimilian deb biri mavjud emas. Siz uning ayoli bo'lolmaysiz. Sayyarmas qo'mondan uni qochirib qo'yding. Qachon uni tutib kelarsan, quruq so'zlaringni andin qil. Sen ishonginki, agar o tepilmasa, eringning o'rniga seni kirsiq isib jazolayman. Agar uning möküvagan joyini depasang, tutulib qolsa, gapimni tushundingmi? Mening ularga xabarim yo'q. Sizlarni qanday qilishni xohlasanglar, shunday qilinglar. Sen mening otiliq mehrimdan foydalanaman deb umid kutma, Helen. Umid kutma. Uni chiqib ketgil qo'ysalar, Ali janob. O Maksimilianosini tepishimiz uchun yaxshi bir yipuchi bo'la oladi. O'zlarini tutuvaslar Ali janob. Ayollar bo'lsa erlarining dindi bo'ladi. Biroz vaqt o'tsin. Yangi eri uni yo'lga tushirdi. Uning uyini nazorat ostiga ilinglar. Xushallik bilan, Ali janob. Birer xabar oldimmi, xonim? Allohga shukri. Ular hech topolmabdi. Alloh shukri. Amasa nimish bunchalar maysilib ketdilar. Bu Julius plasman shunchalik azor yetkazyotdi. Dadam unchalik azob bermaydi. Ey Allah, yo'ldishim qayerda bo'lsa, uni dushmanlarning sharridan omon qilgin.